Вообще mana. Ana 3 million so'mga beradiganlar bormi mana? Bu mana вообще dahshat mana 12 taligi. Assalomu alaykum, Nurmalik sotuvchilari. Hozir biz stol stullar Optimerga kelganmiz, Usta Bezod Bedovga kelganmiz. Stol stullar bilan bir qator tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Bu ishlarimiz 5 million 300 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bo'lib ketdi. Vodiy bo'ylab dastavka xizmatlari bor ekan, bemalol aloqa chiqib olasizlar. Bunimiz dastavka beramiz. Bunimiz yongo yog'ochda bo'ladigan bo'lsa 7 million so'm bo'ladi. Oddiy baqaterak qayrag'och aralash bo'lsa 5 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Bu ana 5 million 300 ming so'mdan tanlab olish bekarga ekanda. Bularimiz ham 5 million 300 ming so'mdan chiqaradimi usta? Shu mana. Bular ham 5 million 300 mingdan chiqadi. Chiqadi. Bunimiz ham 5 million 300 ming so'm. Bu mana bu dahshat mana. Bormi shunaqa narxdan beradiganlari? Bozor bemalol kommentariyaga yozib keta olasizlar. 5 million 300 ming so'mdan vodiy bo'ladi, dastavka xizmatini qilib beriladi. Bemalol aloqa chiqib olasizlar. Bunaqa gulli deydigan bo'lsa gulli materiallarni qilib beriladi. Unisini ham qilib beramiz. Yog'ochlar, yong'oq, lis va aykanlarni qilib beradi. Bunaqa joylarga akvarium sil akvariumlarni qilib beriladi. Xullas bu usta Bezodbek aykan narsalarni yasab beradi. Qiziq yo'q, farqi yo'q. Yog'ochni yasalagan jamiki narsa stol stul bo'lsa yasab bera oladi. Xo'p, agar kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa bemalol pastki raqamga aloqa chiqa olasiz. Narxlarni yana ham xudo xolasa